Bu patsientkamiz Doppler tekshiruviga kelgan. Homilamiz boshi bilan yotibdi. Yotishlari juda ham yaxshi. Mana bu o'ralibdi deb ko'p переживать qiladigan patsientlarimizga как раз zo'r ko'rinish. Bo'ynini oldida shunchaki petlalar, ya'ni pupoginani, kindigini petlari joylashgan. Bu o'ralgani emas, bo'yni bu o'sha bolamizni. Yuzlarini ko'rib turibmiz. Suvlari kamligi hisobiga yuzlarining ko'rinishlari juda ham zo'r emas, yaxshi ko'rolmayapmiz. Suvlari ozgina kamligini hisobiga. Yo'ldoshlari sal oldindan qarishni boshlagan. Преждевременное созревание плаценты deyiladi. Lekin homilamiz o'sishi juda ham yaxshi. Hozirda 30 hafta 1 kunga razmerlari bo'yicha to'g'ri kelyapti. Hayzimiz bo'yicha 29 hafta 1 kunlik. Yurak urishlarini eshitamiz. Ritmichmi? O'tirganimizdek 140 dan juda ham yaxshi. Ortiqcha tonuslari boshqanasida yo'q. Suvlarini kamligi va yo'ldoshlarning vaqtli qarishini endi doktor bilan kerakli muolajalarni o'tishgandan keyin yana qaytib doktor tekshiruvidan o'tkazamiz.